Sababi yo'qotib qo'yishdan qo'rqishdan emas. Ka'bada nima bor? Xushbo'ylik bor. Bizga mumkin emas xushbo'ylanish. Shuning uchun ham biz Ka'bani atrofini tavof qilamiz. 7 marta tavof, 2 rakat nafl namoz. Nafl namozda hali aytilgandek, birinchisiga kafirun, ikkinchisiga ixlos. Agar misol uchun kafirunni bilmaydiganlar boshqa zamsurani o'qisa ham bo'laveradi. Xo'p, 2 rakat namozdan keyin salom beriladi, duo qilinadi. Sunnatga muvofiq Zamzamni ilig'idan to'yib ichamiz. Safo sayilga o'tiladi. Safo sayilda ko'pchilik biladi, tushunib olsanglar yana ham yaxshi. Safo Marva o'rtasida sayil bo'ladi. Bitta borganingiz bitta hisoblanadi, qaytganingiz ikkita hisoblanadi. Shu holatda 7 ta aylaniladi. Ba'zilar o'ylaydiki, bordi keldi bitta. Xuddi Ka'bani aylangan. Yo'q. Borasiz bitta, qaytasiz ikkita. 3,5 marta borib kelasiz, Safodan boshlab Marvadan tugatasiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7. Safodan boshladik, Marvadan tugadi. Shu oldinglar, mana shu holatda chiqib turib, Xojona ishaning mash guruhini olib yuribman. Xuddi shunday gapirib yursam ham tashqariga chiqib turib, boshqa millatlarga sochini ochib qirqib qo'y deyapti. Sochimizni mumkin emas ko'rsatish. Biz u narsani oxiriga yetamiz, sizlarni umringlarda qildiramiz, oxiriga albatta yetamiz. Qachon mehmonxonaga boramiz, erkaklar sochini sartaroshga oldirib chiqadi, mahramini sochini kesadi. Ana shu ayol ihromdan avtomatik shunday chiqadi. Bo'ldi, opa menikini ham 100 tanikini ham kessa bo'laveradi. Lekin mana bu billa umra qilayotgan ayollar sochini boshqa odam kesmasdan turib, bir-birinikini kesib bo'lmaydi. Tushunib oldinglar, qachon sochini oldirgan odam kesib qo'yadi yoki 3 kun oldin umra qilgan odam kesib qo'yadi, opamiz ihromdan chiqadi, 100 ta odamnikini ham qirqsa bo'laveradi, bitta odamnikini qirqsa ham bo'laveradi. Ana shu holatda bir-biriniki qirqib ketilaveradi. Yoki hoji opamiz bor, shu qirqib qo'ysa, siz boshqalarnikini yoki siz boshqalar qirqib ketilaveradi. Lekin qirqmasdan amalingiz tugamaydi. Umra qilib bo'ldik, tabriklaymiz deydigan emas. Soch qirqiladi, umra oxiriga yetadi. Mana shu umra amali, endi takrorlab o'taman, sunnat amal hisoblanadi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilgan amal. Bu amalni deb farzni tark qilib qo'ymanglar. Farz namozlarni ham o'z vaqtida, o'z soatida o'qinglar. Ana endi biz imomga iqtido qilishni o'rgandik, Madina ziyoratlarini tushunib oldik, umrani tushunib oldik, hatto soch qirqishgacha tushuntirdim. Endi biz masjiddaligimizda, Ka'baga borolmagan vaqtimizda yoki imomga ulgurmay qolganimizda namozni qanday o'qiymiz? Peshin misolida keltiramiz. Peshinda bordik soat 1da. 1da o'qib bo'ladi u yerda. 12:20 da azon o'sha namoz boshlanadi. U yerda soatida. Siz 1da borib qoldingiz Ka'baga, peshin vaqti 4 rakat sunnat o'qiysiz, 4 rakat farzni 2 rakat qasr qilib o'qiysiz. Chunki buni Alloh taolo buyurgan, safarda yurgan odam farzni 2 rakat qisqartirib qasr qilib o'qilsin degan. Xuddi 2 rakat bomdod farziga o'xshagan, faqat niyatda peshin namozimni 4 rakat farzini 2 rakat qasr qilib o'qishda niyat qildim deymiz. Qasr qilib o'qiymiz, orqasida 2 rakat sunnatini o'qiymiz. Tushunib oldinglar? Qachonki 4 rakatli namozni 2 rakat qasr qilib o'qiymiz. 2 rakatni 2 rakat holida o'qiymiz, shomda 3 rakatini ham 3 rakat holatda o'qiymiz. Mana shu amalimizni imomdan xoli bo'lgan paytda, o'zingiz ixtiyoriy o'qigan paytingizda o'qiladigan qasr namozi haqida tushuntirdim. Endi